Assalomu alaykum. Bugun AutoCADga PDF fayllarni o'tkazishni ko'ramiz. Uning uchun biz AutoCAD dasturiga kirib olishimiz kerak. AutoCADdan kirib olganimizdan View Insertga bosamiz va bu yerdan PDF Underline shuni bosamiz va bizga kerak bo'lgan fayllarimiz kelib chiqadi. Bu yerdan masalan men A1 degan faylni tanladim. OK. Mana keldi. Endi o'tdi faylimiz, lekin biz buni o'zgartira olmaymiz. Mana o'zgarmayapti, hech joy o'zgarmayapti. Buni o'zgartirishimiz uchun faylni tanlaymiz. Tanlagan faylimizdan keyin eshikning o'ng tomonini bosamiz va PDF Import as Objects shuni bosamiz. Endi aytyapti, qayerni tanlaysan deyapti. Biz aytamiz, kerak joyni tanlaymiz. Mana bu yerda endi so'rayapti, keep saqlaysanmi yoki detach qilasanmi deyapti. Biz detach qilamiz. Detach qilsak mana bo'lyapti. Faqatgina faylimiz mana o'zgartirsak bo'ladi. Mana bu ko'ramiz. Demak, xato qilingan, qo'lda qilingan ekan. Biz buni o'zimizga tuzmalarimizga to'g'rilab olishimiz mumkin. Mana 9 kiruvchi ekan. Mana bir xil. Bu xato. Mana shunday qilib biz o'zimizning tuzmalarimizni to'g'rilab ketishimiz mumkin. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.